Azizlar, biz dasturimizni davom ettiramiz. Siz ayni paytda Kun nafasi dasturini tomosha qilyapsiz jonli tarzda. Bizda esa jonli bog'lanish bor. G'olibjon Haydarov allaqachon manzilga yetib boribdilar va biz navbatni u kishiga beramiz. Marhamat, G'olibjon Haydarov. Marhamat G'olibjon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Biz jonli efirdamiz. Mahalla telekanalida Kun nafasini tomosha qilyapsiz. Qadrli yurtdoshlar, ayni daqiqalarda men turgan joyni ko'rib, menimcha ko'pchilik yurtdoshlarimiz hayratlanayotgan bo'lishsa kerak. Men aynan hozir Chilonzor suv taqsimlash nasos stansiyasidaman. Aynan mana shu stansiya orqali ushbu Toshkent shahrida ikkita tumanga suv taqsimlanadi. Ya'ni 50% dan bo'ladi. Bu tumanlar esa Chilonzor hamda Yakkasaroy tumanlari. Aynan Chilonzor hamda Yakkasaroy tumanlarini 50% aholisiga aynan bu yerdan suv taqsimlanadi va hamma aholiga, hamma joyga bir xil yetkaziladi va hozir qadrli yurtdoshlar, bu joyga qaysi inshootlardan suv keltiriladi va qanday taqsimlanadi, mana shular haqida birgalikda soha mutaxassislari bilan suhbat qilamiz va kerakli ma'lumotlarni olamiz. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Yoqubjonov Ravshan akamiz bilan birgalikda suhbat qilamiz. Assalomu alaykum Ravshan aka. Xush kelibsizlar bizning inshootimizga. Bugun mana erta tongdan sizlar bilan shu nasos stansiyasida uchrashdik. Albatta bejiz emas bu. Bugun bilasiz, kun isigan sari suvga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi. Bu ayniqsa bizning nasos stansiyalarimizga juda ham bir yuklamani ortishiga sabab bo'ladi. Siz ko'rib turgan bugungi nasos stansiyamiz mana shu shahardagi eng yirik nasos stansiyalarimizdan bittasi hisoblanadi. Bu yerda demak o'zi umumiy 8 ta nasos bo'lsa, shundan hozirgi kunda 3 tasi muntazam ishlab turadi. Sababi bugungi kunda mana shu zamonaviy raqamli texnologiyalar joriy etilishi va energiya tejovchi texnikalarni joriy etilish natijasida biz mana shu hattoki ayrim nasoslarimizdan voz kechishimizga ham to'g'ri kelyapti. Sababi bugun olayotgan mana shu Grunfos rusumli nasos stansiyalarimiz kerak bo'lsa eski nasos stansiyalarining 3 tasini birda ishini, vazifasini bajarib kelyapti. Bugun mana shu shahrimizga bir sutkada 1 million 800 dan 2 million 400 kubgacha suv yetkazib berilayotgan bo'lsa, mana shu Toshkent shahridagi 400 dan ortiq nasos stansiyalarimiz Toshkent shahri aholisiga mana shu suvni bir xil bosimda yetib borishini ta'minlab beryapti bugungi kunda. Yana nima deyishimiz mumkin? Bugun Toshkent shahriga suv yetkazib berayotgan 7 ta inshootimiz bor. Shularni ikkitasi ochiq havzadan oladi. Buni xalqimiz juda ham yaxshi bilishadi. Qodiriya hamda Qibray suv inshootimiz. Qolgan 5 ta inshootimiz yer osti suvidan suv olib yetkazib berishadi. Yer ostidan suv olib beradigan inshootlarimiz albatta bu qo'shimcha, ya'ni Qodiriyadan kelayotgan suvimiz kamaygan sari yer ostidan olingan suvlar quvurlarga qo'shib boriladi. Ya'ni aholiga bir xil maromda suv yetib borishi uchun. Toshkent shahrining hududlari har xil joydan suv ichadi. Shuning uchun bir xil mahalda shunaqa bo'ladiki, shunaqa tushunmovchiliklar bo'ladi. Bizni hududimizda sal qattiqroq suv tomog'imizga botyapti. Albatta yer ostidan chiqayotgan suv biroz qattiqroq bo'ladi, qattiqligi, lekin u ham me'yorda, ya'ni o'sha belgilab qo'yilgan me'yor darajasida. Undan oshmaydi ham, tushmaydi ham. Yana nimalarni aytishimiz mumkin? Bugun Toshkent shahrida ichimlik suviga bo'lgan talab ortib borgani bilan, lekin mana shu ko'rilayotgan choralar, mana shu sizlar bilan qilayotgan targ'ibotlarimiz natijasida berayotgan suvimiz hajmi baribir biroz kamayib boryapti. Xalqimiz bunga o'rgandi, ya'ni suvni iqtisod qilish, ya'ni suvdan samarali foydalanish. Bunda albatta mahalla telekanalining xizmati juda ham katta, chunki 10 dan ortiq chiqishlar qildik 1 yil davomida. Ana shu chiqishlarning natijasida bugun xalqimizga tushuntira oldik deb o'ylayman. Bugun mana bir sutkada kerak bo'lsa shu 1 million 700, 1 million 800 gacha tushdi, ya'ni suvni hajmi, berish hajmi. Ishlab chiqarish yoki talabni ko'payib borgani bilan, lekin biz berayotgan suv hajmi kamayib boryapti. Borgan sari bu albatta quvonarli hol. Chunki bugun suvni iqtisod qilish, undan samarali foydalanish, umuman o'z ekologik muammolarni suv orqali hal qilish bir taraf bo'lib turganda, bugun xalqimizning suvga bo'layotgan munosabatini ijobiy tarafga o'zgarayotganligi albatta bu quvonarli hol deb o'ylayman. O'zi aynan bu texnologiyalar qancha tok bilan ishlaydi va ana shunga ham yechim topaylik. Agar tok o'chib qoladigan bo'lsa, bu vaziyatdan qanday chiqiladi? Bu yerda nasos stansiyalarimizga mana inshootni boshlig'i turibdilar, Farruh akam, bular aytib berishlari mumkin. Bu yerga ikkita tarmoqdan tok tortilgan, ya'ni bir tarmoqda o'chadigan bo'lsa, ikkinchi tarmoq avtomat tarzda yonadi. Undan tashqari bugun raqamlashtirishga alohida e'tibor berilyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yopqichlar mana avtomat tarzda ochilib yopiluvchi yopqichlar o'rnatilyapti. Mana Grunfos nasos stansiyasi energiya tejovchi, ya'ni ilgariga eski nasos stansiyalarimizdan deyarli 2 barobar tokni kam sarflaydi.
Men sizga bitta raqamni aytishim mumkin. Bundan 10 yil ilgari masalan Toshkent shahar suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati 1 oy davomida 30 million kub 1 oyda suv to'k ishlatgan bo'lsa, hozir kecha kunduzda bu raqam 16 millionga tushdi. Ya'ni teng baravarga. Bundan maqsad nima? Bundan maqsad mana shu xalqimizga berilayotgan suvni narxini bir maromda ushlab turish. Chunki bilasiz, o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tijoriy tashkilot emas. Ya'ni xalqni ijtimoiy himoyasiga qaratilgan sohalardan bittasi. Chunki boshqa narsasiz yashaysiz mumkin, lekin mana bunaqa issiq kunda suvsiz yashab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan xalqimizni o'ylagan holda o'sha hattoki o'sha kerak o'zimizda nima deydi, qanaqa imkoniyat bo'lsa shuni ishga solib turib, suv narxini bir maromda ushlab turishga harakat qilinadi. Lekin o'sha elektr bilan bog'liq xarajatlar oshib ketgandagina faqatgina tariflar o'zgarishi mumkin. Mana shu zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda, o'sha energiya tejovchi nasoslardan foydalangan holda mana shu suvni tan narxini bir maromda ushlab turishga harakat qilyapti. Bugungi kunda o'sha raqamlashtirishga alohida e'tibor berilyapti. Hozir mana keyingi obyektimizda chiqib ko'ramiz. Toshkent shahrining suv bosimini bir maromda demak kuzatib turuvchi onlayn dispetcherlik xizmatimiz bor. Bu xizmat bilan tanishtiramiz hozir xalqimizni. Bunaqa nasos stansiyalarimiz shaharda 400 dan oshiq, 2000 dan ortiq nasoslarimiz bor. Toshkent shahrini o'sha bir maromda suv bilan ta'minlash uchun bular kecha kunduz ishlaydi. Bu yerda smenli ish tashkil qilingan, ya'ni bizning ishchilarimiz faqatgina kuzatib turishadi bu yerda. Ortiqcha masalan harakatga hojat yo'q, chunki bu nasoslar, yangi nasoslar o'zi suvni bosimiga qarab turib, o'zi o'chib, o'zi yonadi yoki bosimni o'zi nazorat qiladi. Bir xil bosim berib qo'yilgan, ana shu bosimni o'zi nazorat qilib boriladi. Tungi vaqtlarda bu nasoslarimiz deyarli o'chadi. Ya'ni tungi vaqtlarda talab kamayadi, suvga talab. Ana shu vaqtda nasoslar o'zi avtomat tarzda. Eski tizimda nasoslar bir maromda ishlab turavergan. Buni natijasida juda ko'plab avariyalar kelib chiqqan. Ya'ni shu quvurlarda bosimi ortib ketishi natijasida avariyalar kelib chiqqan. Bu hozirgi texnologiyamiz esa o'zi nazorat qiladi. O'zi demak bosimni nazorat qilgandan keyin quvurlarda ortiqcha bosim kuchayib ketmaydi va avariyalar deyarli oldi olinadi. Hozirgi kunda mana shu yangi texnologiyaning o'zidan ham 20-30% gacha nosozliklarni oldi olinyapti. Demak, bu yerda ishchi emas, o'zlari hozir nazoratda bo'ladi. Albatta, bu yerda aksariyat nasos stansiyalarimizda mana shu onlayn boshqaruv yo'lga qo'yilgan. Mana shu 400 ta nasos stansiyamiz bo'lsa, deyarli ularning yarmidan ko'pida mana shunaqa avtomat ochilib yopiluvchi yopqichlar yoki bo'lmasa mana shunga o'xshagan o'zi avtomat boshqariluvchi, ishlovchi nasoslar o'rnatilgan. Hozirgi kunda shu iloji boricha inson omilidan voz kechish, ya'ni ishchilar boshqa sohalar, boshqa yo'nalishlarga jalb qilib turib, bu raqamlashgan texnologiyalarda iloji boricha mana shu zamonaviy texnikalardan foydalanishga harakat qilinyapti. Aha, tushunarli. Demak, yaqin kunlarda yana yangilanyapti. Bu kundan kunga yangilanib, yangi texnikalar. Albatta, bu jarayon to'xtamaydi bizda. Chunki ko'rib turibsiz, shahar juda ham katta. Ilgaridan shakllanib kelgan nasos stansiyalarimizda hali eski nasoslarimiz bor. Bularni to'liq yangilaydigan bo'lsak, men o'ylaymanki, energiya tejamkorligimiz yana ham oshadi. Suv narxiga albatta bu ijobiy ta'sir qiladi. Bu degani endi bu suvdan xohlagancha foydalanish kerak emas. Chunki mana ko'ryapsiz, issiq kunda baribir xohlasak, xohlamasak mana talab oshgandan keyin ayniqsa mana hozirgi kunda sug'orish masalalarida yengilliklar bo'ldi, xalqimizga yengilliklar berildi. Ya'ni sutkani xohlagan vaqtida ichimlik suvdan sug'orish maqsadida foydalanish mumkin. Lekin bu degani qolgan maishiy ehtiyojlarimizni ichimlik suvdan qondirish kerak degani emas. Ya'ni o'sha mashina yuvish, gilam yuvish, shunga o'xshagan boshqa maishiy ehtiyojlarimizni albatta o'sha joylarda belgilab qo'yilgan servis xizmatlar, ya'ni o'sha moykalar yoki bo'lmasa gilam yuvish shoxobchalarida foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'zining nomi bilan ichimlik suvi. Ichimlik suvini albatta iqtisod qilish kerak. Iqtisod qilmaydigan bo'lsak, ertaga masalan siz bilan men bugun suv ichyapmiz, lekin masalan aytaylik Yangi Hayot tumani uzoq bir hududida 9 qavatli uyda o'tirgan odamni uyiga suv chiqmay qolishi mumkin-da. Shuning uchun o'ylaymanki, har bir tomchidan samarali foydalansak, shu har bir yurtdoshimizni shu suvga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirishga o'zimizni hammamiz hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Aha, tushunarli. Ravshan aka, rahmat. Menimcha yurtdoshlarimiz uchun ham qiziq va kerakli ma'lumotlarni hozirgi daqiqalarda aytib o'tdingiz. Va qadrli yurtdoshlar, biroz avval biz aytdik, aynan bu yerda taqsimlanadi va o'sha 9-qavatga, 10-15-qavatga bosim bilan suv chiqariladi. Birozdan so'ng keyingi bog'lanishimizda aynan o'sha bosim haqida gaplashamiz va u manzilga ham boramiz. Ayni daqiqalarda esa qadrli yurtdoshlar, biz studiyaga qaytamiz. Navbat studiyaga. Marhamat.